Yaxshimisilar? Ko'rayotganinglar bodam o'yini tajdorligidagi to'xtama, to'xti. Bu filmni yana tövendeki o'rlar alayda qo'lladi. Nice aptitali. Bu yerda hammamiz cho'lpon. Gözsiz nashta. Zodi aşı ziyon qildigan narsalardan boshqa hammasi bor ichida. Manchu sizlar bir maxfiyatlik deb beray-a? Sağlam yemeklik, salomatlikning asosi. Sağlam turmushingizning kapolati ko'zsiz nashtalar. Bak kichikga. Ben sizni yaxshi ko'raman. Sizning salohiyatiniz hamda mening salohiyatim balkim siz kasaya o'rsi. Mening umaq kasaya o'g'rim. Gel kasaba. Kele. Otur. Oui. Bir narsa içemsen? Ya bo'ldi. İçmesen? Yo'q. Bir narsa yemsen? Yo'q. Endi bo'ldi. İçtim oldu. Bir xil qo'shal bo'lsan, bir xil shadman, bir xil qo'shal, sen qo'shal, ha? Men shu qo'shal, havo yaxshi-ku, shu mening kayfiyatim yaxshi. Men bu yangi to'y qilgan chog'da musharraf bir hissiyotlarda bo'lgan bir yerlarga o'xshaysan. Qala o'xshamamda. Ya, kayfiyatim yaxshi shu. Voy, nima ne? Ketsan qo'y. Qolgan sho'slan ko'ngli, qapoq turikligiga. O'shardan o'tqicha. To'xti qilinglar. To'xti, sirtga chiqib ketdim. Meningmi qiladigan bir ishim bor-da. Men sirtga chiqib kreslo o'tiraman, sen. Nayvasa? İdaradagilar bilan ko'rishadigan bir ishlar bor. Chiqib ketaman sen, maqla? Xo'sh, Aqlli. 10 yaş yaşır gitti man, nima bo'ldi uningga? Qo'shal bir yerlari. Sen bu qo'shal uysanmanda? Sadiq. Sen boshqalarning Chiqdingizmi? Sep qoldi, kechikib qoldim. Yo'q, dal vaqtda chiqdingiz. Uydagilarni deb chiqdingiz? İşim bor deb inib chiqdim. Rost, ikkimiz ishimizni ko'pchilikka qachon deymiz? Allohga. O'zim aldırma yaxshi bir fursat tepib aldırma tushundira olmayman. Akam mush mijoz bilan bu ishlarni bilib qolsa,
Portlab ketmasa, He, rosa. Voy, hakkınız qandaq sıkınmamdı. Meye hakkınızdan mısam? Men degan sizni oldigan tursam. kimsizlik tegma debdi. Yarat, bugün neymiş kıldınız ba? Kino kirep kelsek buldu. Nurgun yaxshi kinolar çıkıptı. Balçık verip kelsek buldu. Tamak yep kelsek buldu. Sizin nelik vaqtınız ba? Nima uchun siz degan ishlarning hammani shundoq qilgan ba, lekin bir ishni eng qilgan Nima ba. ish? Ot mingan vaqtda yaqinlasangiz kichigimda men ot minishga bek amroq bo'lgan dadam uyiga ayirib ot mindigan maydon yasab berganchu. Shu bugun men ot mingan ba. Heras. Ben bir yerini bilmem. Şöyle bek yaxshi atlar bak ya. Şu yerda her xil atlarni minalasiz. Şöyle bilen Ha, ma'qul. Sıra. Quyosh kabi nurlanib, kulib naz bilan keladi bir qiz. Nigoh tashlab ko'zlariga ay jamolini qiladi ko'z-ko'z. O't silib yuraklarga, lekin bir boqmay o'tib ketadi tez. Qarab hamma havasni etolmasdim hech. Ay yüzlük çoban kız, kılda ot salgan kız, misali aşıkka çüş bulup kalgan kız. Ay yüzlük çoban kız, sügü setmengan kız, aşıkni köydürüp parmağından koygan kız. Ay yüzlük çoban kız, kılda ot salgan kız, misali aşıkka ot bulup kalgan kız. Ay yüzlük çoban kız, sügü setmengan kız, aşıkni köydürüp parmağında koygan kız. Köp aşıklar pervane erişiş için onu istegan. Xiyallar sürer şirin mestane bulup güzel hüsniga. Lekin kız şuncha sirli ko'ngil bermaydi hiçbir yigitga. Kirib bo'lgandir balki birer shahzoda uning qalbiga. Ay yüzlük çoban kız, kılda ot salgan kız, misali aşıkka çüş bulup kalgan kız. Ay yüzlük çoban kız, sügü setmengan kız, aşıkni köydürüp parmağından koygan kız. Ay yüzlük çoban kız, kılda ot salgan kız, misali aşıkka ot bulup kalgan kız. Ay yüzlük çoban kız, sügü setmengan kız, aşıkni köydürüp parmağında koygan kız. Yana sen kelsen qo'y. Nim boyam tunish chiroy deymi? Yo'lim to'sab. Ey, birsi yursizlar muhabbatlasam naqshitamsan sen? O'zingcha ozamlik qilib kelganang. Sevrik olma. Grupa. Nimish qilsak endi boylar? Bir adam bo'lsin, baxtli bo'lsin mayli. Yarashmadi.
Yaraşmasınca bu uyamның işi bu. Artıq sıqalaşmağa yapçınlar. Etmen naşanı ya. Ay yüzlü çoban kız, kılda ot salgan kız, misali aşıkka çüş bulup kalgan kız. Ay yüzlü çoban kız, sügüsü pinhan kız, aşıkni köydürüp armanda koygan kız. Ay yüzlü çoban kız, kılda ot salgan kız, misali aşıkka ot bulup kalgan kız. Ay yüzlü çoban kız, sügüsü pinhan kız, aşıkni köydürüp armanda koygan kız. Ben böyle yürüp ketdim. Siz yürüp ketmediniz mi? Yo'q. Ondan sonra ben böyle kusak ketdim. Biraz nasıl ısı koptuk ya? Amsa soy kepireymi? Ha. Nima ichasiz? Kola? Yo'q. Kola salomatligingiz ziyonli. Yeşil choy? Haras, siz yeşil choyni yaxshi ko'rmaysiz. Amsa qaraman sizga. Siz amroq olib esin sharifda kepirak ana. Ama kol. Siz birayam tip o'tirib turibsiz? Ya ben bir şey tutturaysiz tız verip tız kilon. Ya, ayol magazin makamsizmi ashak berib akilay. Siz turib tur ha? Maqul. Ishtab İşte tur. kilon ha. Maqul. İş nima bo'lgan sizga? Rahmat. Ish yo'q. Maqul. Elib, Tomar san qizning telefoniga yap nomerni avatib biringlar berasizlar. Qarta o'ynasangiz, badam qarta o'yiniga chiqib o'ynang. Badam qarta o'yiniga za o'yini, dodijo qatorliq o'yinlar qo'shilgan bo'lib, 500 ming o'yindosh sizning birga o'ynishingizni saqlab atadi. Baydudan yoki badam app hozirdan badam o'yini deb izlab tushira olasiz. Hiç kim yok değil. Nima bo'ldi ya? Hiç kim yok. Nima qopoqlaringiz tirilib qattiq-a? Ey, saqlatib qo'ydimmi? Bu kim o? Voy, ya bu abay bir yuz bergan bir uqishmaslik bu. Kuşmaslık. Ha? Mushton qapib qoldingizmi? Oğullarının hammasi o'xshashgan. Men sizni unda ammas deb o'ylab Ya ketganman. qarang, siz meni xato tushunib qolibsiz. Men ya u haqimni tonimasam. Tonimisiz bu yerda yaqin turamsiz? Ya Men sizni meni oldimaydi deb o'ylab ketganman. Men ya xato o'ylab qolgan o'xshayman. to'xtab turing. Bu Ya bu bir yerlar to'g'ri emas. Bu bir rasm sizda nima ish qildi? Ya qarang, u abay yuz bergan ish bir haqiqiy uqishmaslik, men o'qizam tunimayman. U ashtaq bo'lib qolgan bir ish, lekin muhimi bu sizda asli bu rasm, menimcha bundan cho'qim bir masala borki. Qarang, xapama, siz boshda xapamay turing. Siz degan meni aqlli o'g'ilmisim tursangiz, siz bek bilasizmi bunday razvedka ishlarini o'ylab beqing. Men haqim tunimayman. Uning ustiga mayli men tunudimmi deyli. U uqishmaslikniki rasmi sizning qo'lingizga tushib qolishdi. Biror ish bormi Oldu yo? tushundirman. Ishqib men bu ishni aniqlayman. Aniqlaymiz, ikkimiz birga aniqlaymiz. Xapama, mana ish. Men ishingiz ochig'ingiz yenib qoldi. Xapamadim deyuting ha? Xapama. Son baş ma'qul haqqim. Maqbin bir 6-0. Sen bu ishni men boshda izlagan vaqtingda men xato anglab qoldimki deb deganman. Bak jiqadan bilishi qolmayman bu ishni. Mening tanishlarim, savodoshlarim ichida salom aktyorlik qilgan. Sen bilan maskil ekansan. Seningcha bu qilg'imiz xato bo'lib qolmadimi? Xato bo'lganini bilib turib men yordam qildim-ku. Bilsan-ku, men sening telefonni rad qilolmaydiganligimni. Haras. Kichkimiz men seni qo'llashganmi qandaq? Bu
Foydası yo'q. Kichik vaqtimizga ishlarga o'tib ketdi. Maqdim. Haras. Sağlam obanı chin dildan yaxshi ko'ramu. Bu so'ratmish qilsan? Sen bu amallarni nereden topqaningni uqmadim qara. Lekin bundaq ishlarning hammasi kinolarda asqatgan bilan reallik turmuşlarda sağlam obanı yaxshi ko'rib qoldimi? Sen qilg'iningning hech qaysining foydasi yo'q. Xo'sh. Sen nim qilib kelding? Sen nim qilib kelding? Dadang sitoga yema bu. Atyan qarsam uyda chiqqanchalik normal ko'rgan ko'zimga. Shu agishib chiqdim. Uning ustiga agishgan bu hammamizniki bir almisaqdan qolib qolgan bir an'anamiz bor. Ey, bo'ldi qila. Inoshim sen aralashma. Aralashma davatqinni. Ey. Qancha ko'ngil bir ish bo'lsa-mu, men turadigan asad menda ish plasyan qilmaydi. Sen bilemsen? En azaplı iş, birbirsin yaxşı köp turib, bir bulamazlık. Ben bunda bir şey kalmayım. Bula müşterek bir işqa, biraz sebep bilen ayılıp gelse yaxşırak. Birbirsin yaxşı köp turib, ayılıp gelse, bak için çıkış oldu. Bir bula, bu bulamaydı. Birki bulamaydı da sen qo'y. Sen Şöhretning qanday adam ish kelgan uqmamsa? Bu Şöhret bilen münasebetsiz. Ne o'ylag'anim bor. Qancha o'ylag'aning bo'lsa-mu, agar sen hozirmi men tunaydigan asad bo'lgan bo'lsang, sen berib Şöhretga gapini u chiqqan bo'larding. Hargiz kendim menda ishplasishni qilmagan bo'larding. Eng yaxshisi bo'ldi. Sen bir nima ish qilyapsan? Bak to'g'riga qatda bazoyilib. Voy og'zing yema. Sen dedan gapim bor. Men bilan menga. Aka nima qilsan? Voy sen aralashma, sen og'zing yema. Sen uyga ketib saqlab tur hozir. Men qayta. Sen bilan menga Şöhret. Qarangishmasin o'zi. To'g'ri. Aytgan ishlarning orasindagi to'sqinchiliklarni men qildim. E'tirof qilaman. Qara Asad. Bu menda gap. Aslida bizmi senda qasdan yurishurmagan. Ham bizim yangi aralashgandan shu senda bir fursat kelgan vaqtda anandan keyin sana bir Sen o'z xayolingda menga dimli deb meni xapilib, qiydabmishlar qo'yib o'ylab qoldingmi? kim bu? Chiroyli ekan-ku. Men o'zimga ko'rishib boqmoq bo'g'is ayolim. Ha, bo'g'is ayolim. Nima? Bo'g'is ayolim? Bu sen Nima? Kichik vaqtimda kiyimiz shirib ketdi. Men hech nima bilmayman vaqt. Sen bilamsan, bizdek oydagilarcha o'zimizning nikah turishni tanlayolmaymiz. Bizdek oiladagilar, bizdek jamiyatdagilar o'ziga savdo yoki boshqa jihatda foyda-manfaat ekilgan odamlar bilan bizni nikohlashtirgan. O'z manfaati uchun. Meni qo'ydilar boshqaramidi. Lekin soncha to'maris o'zining nikoh turishni tanlay olamda. Men sonday mumkin emas. Hozirg'i men bildim. Lekin keyin bizning jamiyatdagilar bilib qolsa, ular ishqilani osti kirgan vaqtida seni uchraydigan to'sog'inglar, zarbanglar hozirqida xillam cho'ngildi. Mening faqat bunday shu ko'ygim yo'q Şöhret. Shunga sizlarga amaliyot tuntib qo'yay dedim. Ko'nglimni tushundim Asad. Men bilmay oldimizda qanday qiyinchiliklarning borligini. Lekin biz bir-birimizni haqiqiy yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'rgan hal bo'lmaydi Şöhret.
sizlarning yuzlatganinglar mumkin emas ish. Mumkin emas ish. Mumkin emasligini bilib turibmi? Bir-birimizdan kecholmaymiz. Bizning bir-birimizni yaxshi ko'radiganligimizmi? Ham bir-birimizdan voz kechmaydiganligimizmi? Mumkin emas ish. To'g'ri. Oldimizda nurg'un to'salg'ilar bor. Balkim bu tirishchiliklarimizni hech qanday javob qaytmasligi mumkin. Yana balkim sen deganga o'xshash nurg'un qiyinchiliklarga uchrashimiz mumkin. Lekin biz hargiz bir-birimizdan voz kechmaymiz. Davomli qoldimizga boramiz. Chunki haqiqiy muhabbat degan mushta bo'ldi. Mana mushning o'zi yetarli. Sen shunda emasmi? Ömer sana topşirdim. Agar uni bo'za qila olmasam, o'ttir yetim. Aras. Bunda kim akademimi? Voy, men nima deb seni aka deydi ekanman? Uyda kishilar manba bo'ldi. Ag'ash men to'sab turay. Lekin sizlar ham tirishinglar. Karton eli. Karton eli. Oyak. Karton eli. Yak. Karton eli. Badam pişirip koyasam mı tezgahına? Badam? Aras. Sizin pişirme? Karton eli. Sen kimsen? Nimishqa qanday qilma? Ama zakaz qilgan narsan ketdi-ku. Men nimishqa demedi, o'lib atmaydi. Ya bu ölsangmi zakaz qilgan narsan ilib olib kelsa kirmamsan. Ya vijdonda emas, bormi yo'q senda? Ha? Men o'lib nimishqa qilan narsani? Ya ma abrozning ranglik bayshirilarkan-ku. Shunga deyman hamda. Tugur. Qoldir demam, sen tas qoldim o'lgili. To'y. Ya bana bir sakirsam bu, qo'saq to'q sakirmamsan, qiziqkan bu. Nice 直播，乐在其中。 Nasıl ne? Ben gözsüz naş diyeyim. Qo'saq to'yamda onunga, maladi ishga, ma quvvat manaslar. Hey, sen bu kuvvet kitap yağatkan tamqın qarapaka üstüdeki mayını gördün mü?
Andan keyin buning tarkibida nurg'un dori-darmonlar bor qara. Buni yeyavsam bor, odam badaniga ziyonli degina. Shu bunda oziqlik miqdori mo'l bo'lgan, quvvatli bo'lgan bundaq yaxshi narsani yeb turishimiz kerak. Qanday narsa u go'shtimi quvvatli? Nima kashlarni? Buning tarkibida nurg'un narsa bor qara. Masalan, odamga yo degandek nurg'un narsa bor buning tarkibida. Ashta chiqaslavamka? Yo'q narsa yo'qmi buningda? Bor. Nima? Buning tarkibida qara, tamtit tutqusi yo'q, chirtishdan saqlag'ich yo'q, andan keyin hamda shakar yo'q. Chiqib yig'ib aytgan vaqtda hamda ziyonli narsalar yo'q. Endi narsalar sanab qol. Tenjachi yo'q. Yeni badvami boqla. O'tib boq. Tamam qulga. Sevgi bardalarda Kendi sen qo. azap Ne bu tanıştıray deme bu ya. Ey, ümit bardalarda birinci bilimni qo'ymayli. Biz muhabbatlasam naqsh etamsan. Ansidan bo'lib kelsa o'zingcha. Guruh. Sitlik olmay qoldim o'zingdan. Çılgınım solsa Bitti. Koldan tuttum. Maalesef alındım ben. Bağırdı sekersin. Başlar seni belki düğünge Yüreğini vermegin derken Sevgi bardalarda Filmimizni to'xtama-to'xti undar salondan. Tuvandagi app detallardan. Yuqorqi salonlardan. Ham tuvandagi torbatlardan. Filmimizni